Nisa surasi Madaniyda nozil bo'lgan. Jami 177 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey insonlar, sizlarni bir insondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratgan, shu insondan, ya'ni o'z jinsidan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratgan va ulardan, ya'ni Odam bilan Havvodan nurg'un ayollarni yaratgan Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Bir-biringlardan narsa so'raganda nomi bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Sil rahimni uzib qo'yishdan saqlaninglar. Allah haqiqatan sizlarni, ya'ni butun ahvolinglarni kuzatib turg'uchidir. Yetimlarning mol mulkini ular balog'atga yetgan chog'da beringlar. Yaxshisini yomonga, ya'ni ularning mollarining yaxshisini o'zinglarning mollaringlarning yomoniga tegishib olmanglar. Ularning mol mulkini o'zinglarning mol mulkiga qo'shib yeb olmanglar. Bu haqiqatan cho'ng gunohdir. Agar yetim qizlarga o'ylinib adil muomilda bo'lolmasliqinglardan qo'rqsanglar, uni tark etib, o'zinglar yoqtiradigan boshqa ayollardan 2ni, 3ni va 4ni ilishinglarga bo'ladi. Agar ularning orasida adil bo'lolmasliqinglardan qo'rqsanglar, bir xotin bilan yoki qo'l ostinglardagi cho'rilar bilan kupoyilninglar. Bir xotin bilan kupoyilnish zulm qilmaslikqa eng yaqindir. Ayollarga ularning mehrlarini xushallik bilan sovg'a qilib beringlar. Agar ular uningdan bir qismini sizlarga o'tinib bersa, uni mazalik, singishliq, ya'ni pok, halol bilib yenglar. Allah tirikchilikinglarning asosi qilgan mollaringlarni ahmoqlarga tutqizib qo'ymanglar. Ularni yemak-ichmak, kiyim-kechaklar bilan ta'minlanglar. Ularga chiroyli so'z qilinglar. Yetimlarni nikohlanish yeshiga yetganga qadar sinab turinglar. Ularda mollarini boshqara oladigan holatni bayqasanglar, ularga mol mulkini topshirib beringlar. Ularning cho'ng bo'lib qilishidan qo'rqib, mol mulkini buzib chechib yeb olmanglar. Yetimga vasi bo'lganlardan kimki boy bo'lsa, vasi bo'lganlik haqqi uchun yetimning mol mulkini yeyishdan o'zini saqlasin. Sizlardan kimki yo'qsul bo'lsa, u o'z amgikining haqqi uchun muvofiq ravishda yesin. Ularning mol mulkini topshirib berdigan chaqda boshqalarni guvoh qilib qo'yinglar. Allah hisob ilishqa yetarlikdir. Ota-onasi va tuqqanlari qoldirgan mirosda, ya'ni meyitning tarakisida erlarning hissasi bor. Ota-onasi va tuqqanlari qoldirgan mirosda ayollarningmi hissasi bor. Mayli u, ya'ni taraka oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, har odam Allohning adil shariatida belgilangan hissasini oladi. Taqsimot vaqtida varis emas tuqqanlar, tuqqan emas yetimlar va miskinlar hozir bo'lsa, ularga buningdan, ya'ni tarakidan ularning ko'nglini elish uchun bir oz narsa beringlar. Ularga chiroyli so'z qilinglar. Ya'ni mirosxo'rlarning meli bizning emas deganga o'xshash o'zlarini aytinglar. Kimlarki o'zlaridan qilib qoladigan kichik bolalari bo'lib, ulardan qandoq andisha qiladigan bo'lsa, boshqalarning qilib qolgan kichik bolalari uchunmi shundoq andisha qilsin. Yetimlarning ishida Allohdan qo'rqsin va to'g'ri so'zni aytsin.
Zulum qilib, yetimlarning mol-mulkini nahaq yevoladiganlar shubhisizki qo'rsqiga qiyomat kuni yenib turadigan o'tni yevolgan bo'ladi. Ular yenib turgan o'tqa, ya'ni do'zaxga kiradi. Allah balalaringlarga tegadigan miros haqida tavsiya qiladi-ki, bir erga ikki ayolning hassasi tegadi. Agar meyitning qizi ikki yoki ikkidan ko'p bo'lsa, u chaqda ularga mirosning 3dan 2 hassasi tegadi. Agar varis bir qizli bo'ladigan bo'lsa, uningga mirosning yarmi tegadi. Agar meyitning balalari bo'lsa, bu chaqda uning ota-onasining har biriga mirosning 6dan 1 tegadi. Agar uning balalari bo'lmay, mirosga faqat uning ota-onasi varislik qiladigan bo'lsa, bu chaqda uning onasiga mirosning 3dan 1 tegadi. Qolgani otasiga tegadi. Agar meyitning ota-onasidan boshqa yana qarindoshlari bo'lsa, onasiga mirosning 6dan 1 tegadi. Qolganini otasi oladi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan va qarzi to'linib bo'lgandan keyin elib berildi. Ota-onanglar va bolalaringlardan, ya'ni bu ikkisidan qaysisining manfaat jihatdan o'zinglarga eng yaqin ekanligini bilmaysizlar. Bular Allah tarafidan bekitilgan belgilimidir. Allah haqiqatan hammani bilguchi, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar ayollaringlarning bolalari bo'lmasa, bu chaqda ular qoldirgan mirosning yarmi ey erlar sizlarga tegadi. Agar ularning bolalari bo'lsa, ular qoldirgan mirosning 4dan 1 sizlarga tegadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki meyitning qarzi to'linib bo'lgandan keyin elib beriladi. Agar sizlarning bolalaringlar bo'lmasa, bu chaqda ayollaringlarga sizlar qoldirgan mirosning 4dan 1 tegadi. Agar sizlarning bolalaringlar bo'lsa, bu chaqda ayollaringlarga sizlar qoldirgan mirosdan 8dan 1 tegadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'linib bo'lgandan keyin elib berildi. Agar miros qoldirg'uchi ota-onasiz, bolasiz, er yoki ayol bo'lib, uning faqat ona bir qarindishi va ona bir hamshirisi bo'lsa, ularning har biriga mirosning 6dan 1 tegadi. Agar miros qoldirg'uchining yana miros qoldirg'uchi meyitning ona bir, ota boshqa qarindoshlari va hamshirlari buningdan, ya'ni birdan ko'p bo'lsa, u chaqda mirosning 3dan 1 ularning orasida o'rtaq taqsim qilinadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'linib bo'lgandan keyin elib berildi. Miros qoldirg'uchi odamning vasiyati varislarga ziyon yetkazmaydigan bo'lishi kerak. U Allah tarafidan qilingan tavsiyadir. Allah hammani bilguchidir, halimdir. Ya'ni amirga xiloflik qilg'uvchilarni jazolashga aldirab ketmaydi. Ana shular, ya'ni Allohning bandalarining amal qilishi uchun belgilab bergan yuqoridagi ahkomlar Allohning qonunlaridir. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qiladigan, Allah uni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizdi. U yerlarda mangu qoladi. Bu cho'ng muvaffaqiyat qozonishdir. Kimki Allah va payg'ambariga osiylik qilib, Allohning qonunlarining sirtiga chiqib ketadigan, Allah uni do'zaxga kirgizadi. U do'zaxda mangu qoladi.
xo'rlig'uchi azobga duchor bo'ladi. Ayollarыңlardan payışı qılğanlarını isbatlash uchun aranglardan 4 guvochi keltiringlar. Agar ular guvohlik bersa, ya'ni ular guvohlik berib ayolning jinoyatini isbotlasa, toki ayollaringlar vafot bo'lganga yoki Alloh ularga bir chiqish yo'li berganga qadar ularni uyda tutinglar. Aranglarda 2 kishi fohisha qilsa, ularni ayıplanglar. Agar ular tavba qilib tuzalsa, ularni kechiringlar. Allah tavbini bakmi qabul qilg'uchidir. To'limi mehribondir. Allah qabul qilishni va'da qilgan tavba yomonlikni nodonlikdan qilib silib, ondan uzunga qolmay tavba qilganlarning tavbasidir. Allah ana shularning tavbasini qabul qiladi. Allah hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Davomliq yomon ishlarni qilib, beshiga o'lim kelgan chog'da amdi tavba qildim deguchilarning tavbasi va kofir peti o'lguchilarning tavbasi, ya'ni o'lim oldida iymon etdim deguchilarning iymoni qabul qilinmaydi. Ana shularga qattiq azob tayyorladik. Ey mo'minlar, ayollarga zo'rlik qilib, ularni miras qilib olmoq, ya'ni bir odamning qo'lidan yana bir odamning qo'liga o'tib turadigan mol o'rnida qilib olmoq sizlarga durust bo'lmaydi. Ular o'p-o'chiq bir fohisha ishini qilmagan holatda sizlar ularga bergan mahridan bir qismini yulib olish uchun ularga besim ishlatmanglar. Ular bilan chiroyliqcha tirikchilik qilinglar. Agar ularni yoqtirmasanglar, sabr qilinglar. Chunki sizlar yoqtirmaydigan bir ishda Alloh ko'p xayriyatlarni paydo qilishi mumkin. Agar bir xotinni qo'yib etib, o'rniga yana bir xotinni almoqchi bo'lsanglar, qo'yib etmoqchi bo'lgan xotinga mehr qilib ko'p mol bergan bo'lsanglarmi, uningdan hech narsani qaytirib olmanglar. Uni ayolga qora chaplab va uch zulm qilib olamsizlar. O'zaro xilvatda bulishqan tursanglar va ayollar sizlardan nikoh aqidasidan iborat mustahkam ahdi olgan tursa, uni qandoqmi qaytirib olasizlar. Otalaringlar olgan ayollarni olmanglar, lekin buningdan ilgari olgan bo'lsanglar afu qilindi. Bu haqiqatan yomon ishdir. O'sh ko'rildigan qiliqdir. Bu nima degan yomon odat. Sizlarga onalaringlarni, qizlaringlarni, hamshiralaringlarni, otanglarning hamshirlarini, onanglarning hamshirlarini, qarindishinglarning qizlarini, hamshiranglarning qizlarini, sut onalaringlarni, imildash hamshiranglarni, qayni onanglarni, sizlar bir yerda bo'lgan ayollaringlarning boshqa erdan bo'lgan uyinglarda tarbiyalangan qizlarini. Bu shart emas. Uyda tarbiyalanmagan bo'lsa-mu, ilish harom qilindi. Agar sizlar ularning onalari bilan bir to'shakda bo'lmagan bo'lsanglar, bu chaqda ularni olsanglar hech gunoh bo'lmaydi. Yana o'z pushtonlardan bo'lgan bolalaringlarning ayollarini elishinglar va ikki hamshirni bir vaqtda amringlarda saqlashinglar harom qilindi. Lekin o'tganlar, ya'ni jahiliyat davrida qilganinglar afu qilindi. Allah haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Bandalarga nihoyatda mehribondir. Erlik ayollarni elishmi sizlarga harom qilindi. Faqat sizlarning boshqurishinglar ostidagi cho'rilar buningdan mustasno. Bu Allohning sizlarga farz qilgan hukmlaridir. Bulardan
ya'ni yuqoridagi ilish durust bo'lmaydigan ayollardan boshqalarini zinodan saqlanib, ifatlik bo'lguninglar holda mollaringlarni sarf qilib, ya'ni mahrini berib, nikohlab elishinglar halol qilindi. Qaysiki ayollarni nikohlab elib foydalansanglar, ularga nikoh vaqtida bekitilgan mahrlarni beringlar. Mehri bekitilgandan keyin o'zaro putishgan narsanglar to'g'risida, ya'ni ayolning roziligi bilan saqit qilingan mehri uchun sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sizlardan mo'min ayollarni elishqa qurbi yetmaydiganlar qo'l ostidagi mo'min cho'rlardan olsin. Allah iymoninglarni obdan biladi. Ya'ni ularning sirtqi ko'rinishiga qarab eliveringlar. Ishki ahvolini Allohga topshiringlar. Sizlar bir-biringlar bilan dindoshsizlar. Ularning xo'jalarining qo'shilishi bilan ularni xotinlikqa olsanglar bo'ladi. Ularga mehrlarini kemaytivetmesdan va kechiktirmesdan beringlar. Lekin ular oshkora zina qilmaydigan, yoshirin oshni tutmaydigan ifatlik bo'lishlari kerak. Agar ular erga tekkandan keyin fohishi qilsa, ularga hur ayollarga berildigan jazoning yerimi berilishi kerak. Bu, ya'ni cho'rlarni nikohlab elish, aranglarda zinoga mubtalo bo'lib qolishdan qo'rqqan kishi uchundir. Sabr qila olsanglar, sizlar uchun yaxshidir. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Allah sizlarga halol va haromga doir ahkomlarni bayon qilishni, sizlardan burunqilar, ya'ni payg'ambarlar va yaxshilarning yo'llariga sizlarni hidoyat qilishni, gunohinglardan qilgan tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Allah hammani, ya'ni bandalarning hamma ahvolini bilguchidir va hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah sizlarning tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Bu Allohning rahmatining kengligini ko'rsatish uchun takrorlandi. Shahvatlarga agishadiganlar, ya'ni shaytonga agishadiganlar to'g'ri yo'ldan burilib ketishinglarni, shularga o'xshash fojir bo'lishinglarni xohlaydi. Allah sizlarning yukinglarni yengillatishni, ya'ni shariat ahkomlarini sizlarga osonlashtirishni xohlaydi. İnsan nafsi xohishini tizginlashdan ojiz yoritildi. Ey mo'minlar, bir-biringlarning mollarini o'g'irlik, xiyonat qilish, bulash, jazoni xo'rlik, qimor o'ynash qatorliq nohaq yo'l bilan yevolmanglar. İki taraf razı buluşup qilishgan savdo setiq orqali erishilgan narsa buningdan mustasno. Sizlar o'zinglarni, ya'ni bir-biringlarni o'ltirmanglar. Allah haqiqatan sizlarga nihoyatda mehribondir. Kimki chekdan eshib va zulm qilib, uni yana Allah cheklagan ishlarni qiladi ekan, uni do'zaxga kirgizamiz. Bu Allohga osondir. Agar sizlar manni qilingan cho'ng gunohlardan saqlansanglar, kichik gunohinglarni yo'qqa chiqaramiz va sizlarni isil makonga, ya'ni jannatga kirgizamiz. Ey mo'minlar, Allah sizlardagi bir-biringlardan ortiq qilgan narsalarni hasad qilish yuzasidan orzu qilmanglar. Erlar qilgan amallardan hasador bo'ladi. Ayollarmı qilgan amallaridan hasador bo'ladi. Allohdan uning fazlini tilanglar. Allah beridi. Allah haqiqatan hamma narsani bilguchidir. Her bir odamning qoldirgan tarakisi uchun varislar tayinladik.
Ular ata-analar va yaqinlardir. Sizlar bilan o'zaro yordam berish va mirosxo'r bo'lishga ahd paymon qilishgan kishilarga ularning mirosdan hassini beringlar. Allah haqiqatan hamma narsani bayqab turg'uchidir. Erler ayollarning homilaridir. Bu Allah'ның ularning ba'zisini ba'zisidan, ya'ni erlarni kuch-quvvat, g'azotga chiqish qatorliq jihatlarda ayollardan ortiq qilganligidandir. Va erlarning o'z pul mollarini sarf qilganligidandir. Ya'ni ayollarning nafiqasi erlarning zimmasiga yuklanganlikdandir. Yaxşı ayollar itoat qilg'uchilardir. Erleri yanında bo'lmagan chaqlarda Allohning panohida erlarining haqlarini saqlag'uchilardir. Sizlar sarkashlik qilishlaridan qo'rqadigan ayollarga nasihat qilinglar. Bu unum bermasa bir to'shakda birga yotmanglar. Bumu unum bermasa ularni adablab qo'yinglar. Agar sizlarga itoat qilsa, ularni bo'za qilish xiyolida bo'lmanglar. Allah haqiqatan sizlardan ustundur, buyukdur. Allah ayollarga zulm qilganni jazolaydi. Agar er-xotin ikkaylanning inoqsiz bo'lib qilishdan qo'rqsanglar, erning tuqqanlaridan bir haqqoniy kishini, xotinning tuqqanlaridan bir haqqoniy kishini avatinglar. Agar bu ikki kishi bularni aplashtirishni xohlasa, Allah er-xotin ikkisining orasiga inoqlik soladi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Allah'a ibadet qilinglar. Onunğa hech narsani sherik keltirmanglar. Ata-onanglarga, xish aqrabolaringlarga, yetimlarga, miskinlarga, yaqin qo'shniga, yiroq qo'shniga, yondagi hamrohga, ya'ni safardoshga, savoqdoshga, musofirga, qo'l ostinglardagi qul cho'rlarga yaxshilik qilinglar. Şübhisiz ki Allah mutakabbir, maqtanchoqni yoqtirmaydi. Ular, ya'ni mutakabbirlar, maqtanchoqlar bexillik qiladi. Kishilarni bexillikqa buyuruydi. Allah ularga o'z fazlidan bergan narsalarni yushurdi. Allah'ның ne'matini inkor qilg'uvchilarga xo'rlig'icha azobni tayyorladik. Ular mallarını kişilərə göstəriş üçün sərf qılıdı. Ular Allah'a işənməydi. Ahiret günügümü işənməydi. Kim ki özüge şeytanını həmrah qılıdıkən, o şeytanның buyruğu boyunca iş qılıdı. Şeytan nemi degen yaman həmrah. Əgər ular Allah'a, ahiret günüge işənsə və Allah özleriga bergen maldan sarf qilsa, ularga nima ziyni bo'ladi? Allah ularni obdan biladi, qilmishiga qarab jazolaydi. Allah haqiqatan zarricha zulm qilmaydi. Agar kishining zarricha yaxshiligi bo'lsa, Allah uni hasilab ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni cennet ata qılıdı. Biz her bir ümmetten bir guvahçını keltirgen ve ey Muhammed, seni bularga guvah çıqılıp keltirgen çağımızda ularning hali qandaq buludu. Kapırlar ve peygamberge asilik qılganlar o günde ular qiyometning dehşetini körgenlikten yer bilen tüp-tüz qılıp itilishini, ya'ni o'zining yerga ko'milib, tuproqqa aylanib ketishini orzu qiladi. Ularning hamma a'zosi guvoh bo'lganlikdan Allohdan hech bir so'zni yushirolmaydi. Ey mo'minlar, sizlar mast bo'lsanglar,
nima davatqınыңlarni bilgininglargacha, junub bo'lsanglar, yo'l ustida bo'lganlar buningdan mustasno. G'usli qilmag'icha namozga yaqinlashmanglar. Agar kasal, ya'ni kasalga suv ziyon qildigan bo'lsa, yoki safar ustida bo'lsanglar, yoki hojat qilsanglar, yoki ayollar bilan munosabat o'tkazsanglar, mushundoq ahvol ostida suv topolmasanglar, pok tuproqni yuzinglarga, qo'linglarga surtib tayammum qilinglar. Allah haqiqatan afu qilg'uchidir, mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni Allah bandalariga haraj bo'lmasligi uchun ibodatni osonlashtirib berguchidir. Ey Muhammad, kitobdan, ya'ni Tavratdan nesivi berilgan kishilar, ya'ni Yahudi mollallarining gumrohlikni setib olganligini va sizlarning to'g'ri yo'ldan ezishinglarni xohlaydiganligini ko'rmidingmi? Allah sizlarning dushmanlaringlarni obdan biladi. Allah sizlarni saqlashga yetarlikdir va sizlarga madadkor bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni sizlarni Yahudilarning mekridan saqlashga Allah kifoyidir. Yahudilarning ichida kitobning, ya'ni Tavratning so'zlarini o'zgartib etadiganlarmi bor? Ular biz so'zingni angladik, amringga bo'ysunmadik. Bizga quloq sol, biz sana quloq solmaymiz deydi. Dinga ta'ni qilish yuzasidan ra'ina degan so'zni tillarni agri qilib aytidi. Agar ular yuqorqi so'zlarning o'rniga angladik va bo'ysundik, quloq sol, unzurna desa, ular uchun Allohning dargohida texmo yaxshi, texmo to'g'ri bo'ladi. Lekin kufri sabablik Allah ularni rahmatidan yiroq qildi. Ularning ozg'inisidan boshqasi iymon etmaydi. Ey kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar, biz nurg'un yuzlarni o'zgartib orqasiga qilib qo'yishimizdan, ya'ni yuzdagi burun, ko'z, qosh qatorliq sezgu a'zolarini o'z joylaridan yo'q qilib etib, ularni orqa tarafga paydo qilib qo'yishimizdan, suratlarni mubaddal qilishimizdan ilgari yoki ularga shanba kunning hurmatini saqlamaganlarga la'nat qilgandek la'nat qilishimizdan ilgari o'zinglardagi kitobni, ya'ni Tavratni tasdiq qiladigan biz nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar. Bo'lmasa yuqorqi ikki baloning biriga uchraysizlar. Allah'ның hükmü icra kılındı. Yani Allah bir işqa emir kılsa, o iş çokum bolmay kalmaydı. Allah hakikaten Allah'a şerik keltiriş günahını mağfiret kılmaydı. Xalgan adamның onundan başka günahını mağfiret kılıdı. Kim ki Allah'a şerik keltirdiken çoğun günah kılgan buludu. Özlerini pak deb qaraydiganlar, ya'ni özlerini taqvodorlik bilan madihalaydiganlarni ko'rmidingmi? Undaq emas. Ya'ni ish ularning degindek emas. Allah xoligan bandasini pak qiladi. Ularga qilchilikmi zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, ularning Allohga to'kmat chaplayotganligiga qarag'in. Bu ochiq gunohdir. Kitobdan nesivi berilganlar, ya'ni Yahudilarni ko'rmidingmi? Ular butqa va shaytonga ishindi. Kofirlarni ko'rsatib, bular, ya'ni Quraysh kuffarlarining yo'li iymon etganlarninkidan texmi to'g'ridir deydi. Ani shular Allah rahmetidan jiroq qilgan kishilardir. Allah kimni rahmetidan jiroq qiladi ekan, uningga Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor topolmaysan.
yoki ularning podshohlikdan nasibasi bormi? Hech qanday nasibasi yo'q. Agar bo'ladigan bo'lsa, ziyoda bexillikdan ular kishilarga qilchilik narsa bermaydi. Yoki ular Allah o'z fazlidan kishilarga bergan narsaga, ya'ni Muhammad alayhissalomga berilgan payg'ambarlikka hasad qilishamdi. Biz haqiqatan İbrahim avlodiga kitob, hikmat berdik va ularga buyuk podshohlik berdik. Ular, ya'ni Yahudilarning ichida uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga iymon etganlarmi bor? Uningdan yuz o'rganlarmi bor? Ularga, ularning kufriga jazo berish yuzasidan jahannamning yinib turgan o'ti yetarlikdir. Shubhisizki, bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni do'zaxga kirgizamiz. Ularning terlari pishib tugagan chaqda azobni tetitish uchun o'rniga boshqa teri yangishlaymiz. Allah haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. İman etqan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizamiz. Ular jannatlarda mangu qoladi. U yerda ularga pok juftilar bo'ladi. Ularni jannatning mangulik soyasiga daxil qilamiz. Shubhisizki, Allah sizlarni omonatlarni egasiga qaytarishga, kishilar orasida hukm qilganda adil hukm qilishga buyuruydi. Allah sizlarga nasihat qilgan ishlar nima degan yaxshi. Allah haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir, ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Ey mo'minlar, Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar. Agar sizlar bir shayida ixtilof qilishib qolsanglar, bu to'g'rida Allohga va payg'ambarga murojaat qilinglar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bo'lsanglar, bu, ya'ni Allohning kitobiga va payg'ambarining sunnatiga murojaat qilish sizlar uchun foydalidir, natija e'tibori bilan go'zaldir. Sana nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga va sandan burun nazil qilingan kitoblarga, ya'ni Tavratga va Injilga iymon keltirdik deb olgan kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rmadingmi? Ular arzini tağutning oldiga elib bormoqchi bo'lyapti. Halbuki ular tağutni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi. Ular, ya'ni munofiqlarga Allah nazil qilgan kitob tarafga va payg'ambar tarafga kelinglar deyilsa, munofiqlarning sandan qattiq yuz o'rganligini ko'rsan. Qilmishlari tufaylidan o'z beshiga bira musibat kelganda sening oldinga kelib Allah bilan qasam qilgan holda biz faqat yaxshilik va yarishishni iroda qilgan edik deganlarning holi qandoq bo'ladi? Ana shular, ya'ni munofiqlar yolg'on aytadi. Allah ularning dillaridagini, ya'ni munofiqligini, mikrini biladi. Ulardan yuz o'rigin, ularga nasihat qilgin, ularga ta'sirlik so'zlarni qilgin. Biz har qanday payg'ambarni Allohning izni bilan faqat itoat qilinish uchunla avatdik. Uningga itoat qilganlik Allohga itoat qilganlik bo'ladi. Ular, ya'ni munofiqlar sening hukmingni qabul qilmay o'zlariga zulm qilganda, sening yaningga kelib Allohdan mag'firat tilasa, payg'ambarmi ular uchun mag'firat tilasi edi. Albatta ular Allohni kechirim qilg'uchi, nihoyatda mehribon topatdi. Ey Muhammad,
Parvardigoring bilan qasamki, ular, ya'ni munofiqlar o'z orasidagi talashqa, seni hukm chiqarishga taklif qilmoqchi. Ondan sening chiqargan hukmingga ularning dillaridagi qilchi g'um bo'lsimi yo'qolmag'icha va ular butunlay bo'ysunmag'icha iymon aytgan bo'lmaydi. Agar biz ularga o'zinglarni o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, ya'ni ilgirkilarga yuklagandek eg'ir taklifni ularga yuklasak edik, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular qilingan vaz nasiyatga amal qilsa edi, albatta ularga yaxshi bo'ladi va iymoni mustahkam bo'lgan bo'ladi. Gumrohlik va nifoqdan eng jiroq bo'lgan bo'ladi. U chaqda dargohimizdan ularga albatta buyuk ajr, ya'ni jannat ato qilatdiq. Ularni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qilatdiq. Kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qiladigan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrohlar. Bu fazl Alloh tarafidandir. Allah fazl ehsonga tegishlik bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Ey mo'minlar, dushmanlarning sharridan saqlanish uchun tayyorlik holatida turinglar. Urushqa turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar. Shubhisizki oranglarda urushqa chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar bor. Agar sizlarga biror musibat, ya'ni mag'lubiyat yoki qirg'inchilik kelsa, u munofiq Allah manga haqiqatan marhamat qildi, chunki men ular bilan urushda birga bo'lmadim. Bo'lmasa o'ltirilganlar qatorida o'ltirilgan bo'latdim deydi. Agar sizlarga Allohning fazli, ya'ni g'alaba va g'animat yetsa, go'yo sizlar bilan u, ya'ni munofiqning orasida hech qanday do'stlik yo'qdikidek, koshki menmi urushda ular bilan birga bo'lgan bo'lsam, cho'ng bir muvaffaqiyatga, ya'ni g'animatdan zo'r nasibiga erishgan bo'latdim deydi. Dünya tirikchiligini oxiratga tegishadiganlar Allah yo'lida jinini, pul milni pido qilib jihad qilsin. Kimki Allah yo'lida jihad qilib o'ltirilsa yoki g'alaba qilsa, biz uningga katta ajr ato qilamiz. Ey mo'minlar, sizlarga nim bo'ldiki, Allohning yo'lida jihad qilmaysizlar va duo qilib, ey Parvardigorimiz, oilasi zolim bu shahardan bizni chiqarg'in. O'z dargohingdan bizga igdorchilik qilg'uchini muyassar qilg'in. O'z dargohingdan bizga bir madadkorni muyassar qilg'in deydigan ojiz erlar, ojiz ayollar va bolalarni qutqizish uchun jihad qilmaysizlar. Möminlər Allah'ның yolida jihad qılıdı. Kafirlar tağutның yolida uruş qılıdı. Şeytanның dostları bilan uruş qılınlar. Sizlər ularni yengisizlər. Şeytanның tədbiri haqiqatan acizdir. Ey Muhammed, ularga, yani Mekke'de turib urushni talab qilganlarga urushdan qo'linglarni yig'inglar. Namoz o'qinglar, zakat beringlar degan kishilarni ko'rmidingmi? Ya'ni ulardan ajablanmamsan. Bularga jihad farz qilingan chaqda ularning orasidagi bir turkum kishilar dushmandan go'yo Allohning azobidan qo'rqqandek, balki uningdan battarroq qo'rqidi. Ular o'limdan qo'rqib, Parvardigorimiz, bizga nima uchun jihadni farz qilding? Nima uchun bizni uzoqqa qolmay keladigan ajalgacha ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimiz yetguncha ta'xir qilsang, urushda o'ltirilmasak bo'lmasmidi, dedi. Ey Muhammad, aytqinki, dunyoning manfaati ozdir. Ya'ni dunyoning ne'mati fanidir.
Allah'tan qo'rqqan va uning amrini tutqanlar uchun oxirat yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan amalinglarning savobi kamaytilmaydi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdimi, qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Agar ular, ya'ni munofiqlar biror yaxshilikqa erishsa, bu Allohdan bo'ldi deydi. Agar ular biror ziyon zahmatga uchirsa, bu sendan, ya'ni sening diningga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ey Muhammad, bu ahmoqlarga aytqinki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh tarafidandir. Ya'ni hammasini Alloh yaratgandir. Bu qavmga nima bo'ldikin, ular hech bir so'zni, ya'ni hamma shayning Allohning taqdiri bilan bo'ldiganligini tushunmaydi. Ey inson, sana yetgan yaxshilik marhamat qilish yuzidan Allah tarafidandir. Sana yetgan yomonlik qilmishlaring tufaylidan o'zingdandir. Ey Muhammad, seni biz butun insonlarga payg'ambar qilib avatdik. Sening payg'ambarligingga shohidlikqa Allah yetarlikdir. Kimiki payg'ambarga itoat qiladigan, u Allohga itoat qilgan bo'ladi. Chunki payg'ambar Allohning amrini yetkazdi. Kimki ey Muhammad, sendan yuz o'riydikan, bilginki biz seni ularga kuzatchi, ya'ni ularning amallarini kuzatib, amallariga qarab hisob olg'uchi qilib avatmadik. Ular, ya'ni munofiqlar, amringa itoat qildik deydi. Sening yiningdan chiqib ketgan chaqda ularning bir turkumi o'zlarining aytgan so'zlarini o'zgartib etadi. Ya'ni amringa xiloflik qiladi. Allah ularning o'zgartganlarini xotirlab turadi. Sen ulardan yuz o'rigin, ya'ni kechirgin. Allohga tavakkul qilgin. Tavakkul qilguvchilarga Allohning homiligi yetarlikdir. Ular Qur'on ustida fikr yurgizmamdi. Agar Qur'on mushriklar bilan munofiqlar gumon qilgandek Allohdan g'ayrining tarafidan bo'lgan bo'lsa, albatta uningdan nurg'un ziddiyatlarni topgan bo'ladi. Mo'minlarga oid omonlikning yoki qo'rqinchning biror xabari ularga, ya'ni munofiqlarga yetsa, uni tarqitadi. Agar uni payg'ambarga va ular, ya'ni mo'minlarning ichidagi ish ustidagilarga ma'lum qilsa, shu xabarni chiqarg'uvchilar uni, ya'ni shu xabarning haqiqiy ahvolini ulardan albatta bilib oladi. Ey mo'minlar, agar sizlarga Allohning fazli va marhamati bo'lmasa edi, sizlarning ozg'ini kishidan boshqalaringlar albatta shaytonga agishib ketardinglar. Ey Muhammad, Allohning yo'lida jihad qilgin. Ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgin. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihaddan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan. Mo'minlarni jihadga qiziqtirgin. Allohning kofirlar kuchini to'sadiganligimi haqiqatdir. Allohning kuchi eng zo'rdir. Allohning jazosi eng qattiqdir. Kimiki kishilar orasida yaxshi ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yaxshi ishdan uning nasibasi bo'ladi. Kimki bir yomon ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yomon ishdan uning nasibasi bo'ladi. Allah hamma ishga qodirdir. Sizlarga bir kishi salom bersa, uningga texmi yaxshi salom bilan javob qaytaringlar. Bir kishi assalomu alaykum deb salom bersa, uningga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu denglar. Yoki uning salomini aynan qaytaringlar. Ya'ni
va alaykum assalom danglar. Allah haqiqatan hamma narsadan, ya'ni bandalarning cho'ng kichik ishlaridan hisob olg'uchidir. Allah'tan başqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah shaksiz bo'ladigan qiyomat kunida sizlarni hisob erish uchun mashhargohga jazman yig'idi. Allohdanmi to'g'ri so'zlik kim bor? Ya'ni so'zida, va'dasida Allohdanmi sodiq hech kim yo'q. Ey mo'minlar, sizlar nemishqa munofiqlar to'g'risida ikki guruhga bo'linib ketisizlar? Allah ularning qilmishlari tufaylidan ularni kofirlar hukmida qildi. Allah ozdurgan kishilarni sizlar hidoyat qilmoqchi bo'lamsizlar. Kimniki Allah gumroh qiladi ekan, sen uningga hargiz to'g'ri yo'l tepib berolmaysan. Ular sizlarning o'zlaridek kofir bo'lishinglarni, shuning bilan o'zlariga o'xshash bo'lishinglarni umid qiladi. Ular Allah yo'lida hijrat qilmoqcha, ya'ni hijrat qilish orqali iymonini isbot qilmoqcha ularni do'st tutmanglar. Agar ular Allah yo'lida hijrat qilishdan yuz o'risa, ularni qayerda topsanglar, shu yerda tutib o'ltiringlar. Ularni do'stmi tutmanglar, yordamchimi qilmanglar. Faqat sizlar bilan o'zlari orasida ahdi bo'lgan bir qavmga seg'inganlar yoki sizlarga qarshi urush qilishdan yoki o'z qavmiga qarshi urush qilishdan yuraklari siqilib, ya'ni sizlar tarafmu emas, o'z qavmi tarafmu emas bo'lib, sizlarga kelganlar buningdan mustasno. Ya'ni mundaqlarni o'ltirmanglar va asir olmanglar. Agar Allah xalisa, ularni sizlarga hukmron qiladi. Ular albatta sizlar bilan urushatdi. Ya'ni Allah ularni kuchlik qilib, sizlarga qarshi urush qilishga jur'atlik qiladi. Agar ular sizlardan jiroq tursa, ya'ni sizlarga cheqilmasa, sizlar bilan urushmasa va sizlarga taslim bo'lsa, Allah sizlarning ularga hujum qilishinglarga hargiz ruxsat qilmaydi. İmanını izhar qilish bilan sizlardanmi omonlikqa erishmoqchi va qavmiga qaytganda kufrini izhar qilish bilan o'z qavmidanmi omonlikqa erishmoqchi bo'lgan ikkinchi bir xil kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rsizlar. Ular har qachon fitna fasodga, ya'ni kufriga yoki musulmonlar bilan urush qilishga chaqirilsa, o'zlarini uningdan tortidi. Agar ular sizlardan jiroq turmasa, sizlarga taslim bo'lmasa, sizlar bilan urushdan qo'l yig'masa, bu chaqda ularni qayerda ko'rsanglar, shu yerda asir ilinglar, tutib o'ltiringlar. Sizlarga ularning xiyonati sabablik ularga qarshi, ya'ni asir ilishga, o'ltirishga ro'shan pokit ato qildik. Mömin odamning mömin odamni savallik bilan emas, qasdan o'ltirishi hech durust emas. Kimki bir möminni savallik bilan o'ltirib qo'ydi ekan, u bir mömin qulni azod qilishi va o'ltirilguchining varislariga diyat, ya'ni to'lam to'lishi kerak. Ular, ya'ni o'ltirilguchining varislari diyatni kechirim qilsa, shuning bilan qotil uni to'lamasa hech gunoh bo'lmaydi. Agar o'ltirilguchi mo'min sizlarga dushman kuffar qavmidan bo'lsa, bu chaqda o'ltirib qo'yg'uchi bir nafar mo'min qulni azod qilishi lozim. Diyat kelmaydi. Chunki o'ltirilguchining egisi musulmon bo'lmag'achqa uningga varis bo'lmaydi. Agar o'ltirilguchi aranglarda muahide bo'lgan kuffar qavmidan bo'lsa, uning varislariga diyat to'lash va bir nafar qulni azod qilish kerak. Azod qildigan qul topolmagan odam, ya'ni qul azod qilishga qodir bo'lolmagan odam tavbasini Allohning qabul qilishi uchun uzildirmay 2 oy ro'za tutishi lozim. Allah hammani bilib turg'uchi, hikmat bilan ish qilg'uchidir.
Kimki bir mo'minni qasddan o'ltirdikan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Allah uningga oxiratda qattiq azob tayyorlaydi. Ey mo'minlar, Allah yo'liga, ya'ni g'azotga otlangan vaqtinglarda haqiqatlab ish qilinglar. Ya'ni mo'min yoki kofirligi aniq bo'lmag'icha o'ltirishga aldirab ketmanglar. Sizlarga musulmon bo'lganligini bildirib salom bergan odamga dunyoning mol-mulkini, g'animatni ko'zlab sen mo'min emassan demanglar. Ya'ni o'lishdan qo'rqib salom berding deb uni o'ltirib etmanglar. Allohning dargohida mundaqlarni o'ltirishdan sizlarni behojat qiladigan nurg'un g'animatlar, ya'ni savob bor. İlgiri sizlərmi əni şundaq kafir idinlar. Keyin Allah sizlərə imanni iltifat qıldı. Ularni özünlərə silishtirib, haqiqatləb iş qılınlar. Allah sizlərinin qılmışınlardan xəbərdardır. Möminlərdən özrisiz, əma, tokur, keselge oxşaş özrisi bağlar bunundan müstesna. Cihatqa chiqmaganlar Allah yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qilg'uvchilar bilan barobar bo'lmaydi. Allah mollarini, jonlarini tikib jihad qilg'uvchilarni jihadga chiqmaganlardan bir daraja ustun qildi. Bu ikki xil kishilar, ya'ni uzrisi bo'lib jihadga chiqamaganlar va jihadga chiquvchilarning hammasiga Allah jannatni va'da qildi. Allah jihad qilg'uvchilarga buyuk ajr ato qilib, ularni o'zrisiz turib jihadga chiqmaganlardan ortiq qildi. Allah ularga ustun martabalar, mag'firat va rahmat ato qildi. Allah mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Özleriga zulm qilg'uvchilar, ya'ni hijratni tark etib kuffarlar bilan birga turg'uvchilarning jonlari farishtalar tarafidan ilindigan chog'da farishtalar ulardan dininglarning ishida qaysi holatda edinglar deb so'raydi. Ular ziminda, ya'ni Makka ziminda biz dinni barpo qilishdan bo'zaq qilingan edik deydi. Farishtalar hicret qilsanglar Allah'ның zimini kengri emasmidi deydi. Ani şu hicret qilmaganlarning bardigan joyi cehennemdir. Cehennem nima degan yomon joy. Faqat erlardan, ayollardan, balalardan çaresiz qalgan, ya'ni hicret qilishga çare topolmagan, yo'l bilmaydigan acizlar buningdan mustasno. Ani shularni Allah afu qilg'ay. Allah nihoyatda afu qilg'uchidir, nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Kimki Allah yo'lida hijrat qiladigan, u ziminda chiqish yo'li va kengchilik topadi. Kimki uyidan Allah'ның va payg'ambarning tarafiga hijrat qilib chiqsa, ondan yo'lda o'lsa, uning ajrini cho'qim Allah beradi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir va nihoyatda mehribondir. Safarga chiqqan vaqtinglarda kafirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishdan qo'rqib, namozni qasri qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qisanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kafirlar sizlarga haqiqatan up-uchuq dushmandir. Namoz o'qiyotgan fursatdan foydalanib, sizlarni o'ltirib etishdan yanmaydi. Ey Muhammad, sen mo'minlar bilan jihatda birga bo'lib, ular bilan namoz o'qimoqchi bo'lguningda, ularning bir firqasi sen bilan birlikda namozga tursin. Qur'onlarni ehtiyot yuzasidan yenida tutsin. Sajdaga berib bo'lgandan keyin ular orqanglarga o'tib tursin.
Ya'ni namoz o'qib bo'lgan firqa orqanglarda kuzatchilik qilib tursin. Ularning o'rniga namoz o'qimagan ikkinchi bir firqa kelib, sen bilan birlikda, ya'ni orqangda namoz o'qisin. Düşmanlardan ehtiyotchanlik bilan hushyor tursin. Düşmanlari bilan urushishga tayyor turish yuzidan qurollarini yenida tutsin. Kafirlar sizlarning qurollaringlardan, ashyolaringlardan g'aflatda qilishinglarni, shuning bilan sizlarga birdinla tuyuqsizdan hujum qilishni orzu qiladi. Ya'ni düşmanlarning sizlarga hujum qilish fursatiga ega bo'lolmasligi uchun hammanglar birli vaqtda yig'ilib namoz o'qimay, yuqorqi usul bo'yicha o'qinglar. Agar sizlarga yomg'ir sabablik haraj bo'ldigan bo'lsa yoki kasal bo'lsanglar, bu chaqda qurollaringlarni qo'yib qo'ysanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ehtiyotchan va hushyor bo'linglar. Allah haqiqatan kafirlar uchun xo'rlig'icha azob tayyorladi. Namozni tugatganinglarda o'ri turgan, o'ltirgan va yotgan holatda Allohni yod etinglar. Allah sizlarga dushmanlarga qarshi yordam berishi mumkin. Xotirjam bo'lgan cheg'inglarda namozni butun shartlari bilan mukammal ado qilinglar. Shubhisiz ki namoz mo'minlarga vaqti belgilangan holda farz qilindi. Düşmanning orqasidan qo'g'lashga susluq qilmanglar. Agar sizlar qiynalsanglar, ularmi xuddi sizlarga o'xshash qiynaldi. Sizlar ular umid qilmaydigan narsani, ya'ni shahid bo'lishni, savobni va g'albini Allohdan umid qilasizlar. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey Muhammad, seni kishilar orasida Allohning ko'rsatkini bo'yicha hukm qilsin deb sana haqiqatan haq kitobni nozil qildik. Xoinlarning tarafini olmag'in. Allohdan mag'firat tiligin. Allah haqiqatan nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Nihoyatda mehribondir. Gunoh qilish bilan o'zlariga xiyonat qilg'uvchilarning tarafini olmag'in. Xiyonatga odatlangan, gunohga cho'mgan kishini Allah haqiqatan do'st tutmaydi. Ular xiyonatlarni insonlardan xijil bo'lib yoshirdi. Allohdan xijil bo'lib yoshirmaydi. Ular Allah rozi bo'lmaydigan so'zni, ya'ni bo'xton chaplash, yolg'on guvohlik berish va yolg'on qasamni planlagan chaqda Allah ular bilan birga edi. Ya'ni ularning ahvolini bilib turadi. So'zini anglab turadi. Ularning qilmishlarini Allah tamamen bilguchidir. Sizlar shundoq kishilarki, hayoti dunyoda ularning, ya'ni o'g'ri va xoinlarning tarafini oldinglar. Qiyomat kuni kim Allohga qarshi ularning tarafini oladi? Ya'ni Allohning azobini kim ulardan dafi qiladi? Yoki kim ularga hami bo'ladi? Kimki bire yomonlik yoki o'ziga bire zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qilg'uchi, nihoyatda mehribon ekanligini ko'rdi. Kimki qasdan bire gunoh qilsa, uni o'zining ziyniga qiladi. Ya'ni uning vabolini o'zi tortadi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Kimki kichik bir gunoh yoki cho'ng bir gunoh qilib qo'yib, uni begunoh odamga chaplasa, u shu bo'xtonni va o'p-uchuq bir gunohni o'ziga yuklab olgan bo'ladi. Ey Muhammad, agar sana Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, ulardan bir guruh odam cho'qim seni ozdirishni qasdlaydi. Ular faqat o'zlarini ozdirdi. Sana qilcha ziyon yetkazolmaydi.
Allah sana kitapni, yani Kur'an'ni ve hikmetni, yani sünnetni nazil kıldı. Sana sen bilmegen narsalarni, yani şeriat ahkomlarini ve g'ayib ishlarni bildirdi. Allohning sana fazli cho'ngdir. Ularning yoshirin suhbatining to'lisida xayriyat yo'qdir. Faqat sadiqaga yoki yaxshilikqa yoki kishilarni aplashtirishga amr qilgan kishilarning yoshirin suhbati buningdan mustasno. Kimki u ishlarni Allohning roziligini tilash yuzidan qiladi ekan, uningga buyuk ajr ato qilamiz. Kimki o'ziga mo'jizalar orqali to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qiladi ekan, mo'minlarning yo'lidan g'ayriga agishidi ekan, uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz. Jahannam nima degan yomon joy. Allah o'ziga biror narsaning sherik keltirilishini, ya'ni mushriklik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqani Allah xohlagan odamga mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltirdi ekan, u haqiqatan qattiq ozg'on bo'ladi. Ular, ya'ni mushriklar, Allohni qo'yib faqat o'zlari kishi namlar bilan atib olgan butlarga ibodat qiladi. Faqat Allohning ibodatidan bosh tortgan shaytonga ibodat qiladi. Allah shaytonni rahmatidan jiroq qildi. Shayton aytdi: "Men albatta sening bandalaringdan muayyan sondagilarni egilayman. Shundaqla cho'qim ularni ozdiraman, ularni xam xiyol qildiraman. Ya'ni hayot uzun, qiyomat, hisob elish yo'q degandek botil aqidalarni ko'ngliga solaman. Ularni cho'qim chahar paylarning quloqlarini yerishga buyuruyman. Ularni cho'qim Allohning maxluqotini o'zgartib etishga buyuruyman." Kimki Allohni qo'yib shaytonni do'st tutadigan, u dunyo va oxiratda up-uchuq ziyon tortgan bo'ladi. Shayton ularga yolg'on va'dalarni berdi va ularni xam xiyolga soladi. Ya'ni amalda ishga oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Shayton ularga faqat yolg'onnila va'da qiladi. Ani shularning bordigan joyi jahannamdir. Ular jahannamdan qochadigan joy topolmaydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatga kirgizamiz. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allohning va'dasi haqdir. Allohdanmi rost so'zlik kim bor? Ya'ni Allohdanmi rost so'zlik hech ahadi bo'lmaydi. Allah va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimki bir yomonlikni qiladi ekan, buning uchun dunyoda yoki oxiratda jazolandi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ayollardan mo'min bo'lib turib, yaxshi ishlarni qilganlar jannatga daxil bo'ladi. Ularga qilcha zulm qilinmaydi. Ya'ni ularning qilgan amallarining savobi qilcha kemaytib etilmaydi. Yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirgan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalni xolis Allah uchun qilgan, batil dinlardan buralgan holda İbrahimning diniga ergashgan kishidan diniy jihatda yaxshiroq odam bormi? Allah İbrahimni do'st tutdi. Osmonlardagi, zemindagi shaylarning hammasi Allohningdir.
Yani Allah'ның mülkidir, bendileridir, məxluqatlarıdır. Allah həmmə nərsini tuluq bilgüçüdür. Ey Muhammed, səndən ayallar toğrusida pətva soraydı. Aytqin ki, ular toğrusida Allah sizlərə pətva berdi. Qur'onda sizlərə tilavət qilinadigan ayallarning mirosiga oid oyatlarmi pətva berdi. Shundaq yetimlar to'g'risida patvo berdi-ki, sizlar ularning tayin qilingan mirosini bermaysizlar. Ularning mirosi qo'limizdan chiqib ketib qoladi deb ularni ergi bermaysizlar. Ya'ni mundaq qilmasliqinglarga patvo berdi. Bo'zaq qilingan bolalarning haqqini berishinglar va yetimlarga haqqoniy bo'lishinglar haqida patvo berdi. Ayallarga va yetimlarga qandoqla yaxshilik qilsanglar, shubhisizki Allah uni bilib turdi. Ya'ni shuningga asosan Allah sizlarni mukofotlaydi. Agar bir ayol erning ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuz o'rishidan andishi qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishish üzülüp ketishdan yaxshi. İnsanlarning tabiatiga bexillik singib ketgan. Agar ayollaringlarga yaxshilik qilsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Allah sizlarni mukofotlaydi. Allah haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. Qancha tirishsanglarmı ayollaringlarga muhabbatda va dilning moyilligida barobar muomilada bo'lishga hargiz qodir bo'lolmaysizlar. Shuning uchun birsiga butunlay moyil bo'lib, ikkinchisini eri bordakmi emas, yo'qdakmi emas, esib qo'yilgan ayoldek tashlab qo'ymanglar. Agar bu jihatdagi qusurlaringlarni tuzatsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Allah albatta sizlarga mag'firat qiladi, rahim qiladi. Agar ikkisi üzülüşüp ketsa, Allah o'z fazli bilan ularning birsini ikkinchisidan behojat qiladi. Allohning fazli kengdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Sizlardan ilgari kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasoralarga va sizlarga Allohga taqvodorlik qilishni tavsiya qildik. Agar kofir bo'lsanglar, kufringlar Allohga ziyon yetkazolmaydi. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohning mulki va maxluqotidir. Allah maxluqotdan behojatdir. Madiyiga loyiqdir. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Hamma ishni boshqarishga Allah yetarlikdir. Ey insonlar, agar Allah xohlasa, sizlarni yo'q qilib, o'rninglarga boshqalarni keltirdi. Allah buningga qodirdir. Kimki qilgan amali bilan dunyoning ne'matini tilaydi ekan, uningga aytib qo'yginki, dunyo va oxiratning ne'mati Allohning dargohidadir. Banda o'z Parvardigoridan dunyo va oxiratning ne'matini tilasin. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, bandalarining amallarini ko'rib turg'uchidir. Ey mo'minlar, Xudolik uchun guvohlik berishda o'zinglarning yoki ota-onanglarning yoki tuqqanlaringlarning ziyniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdami adolatni barpo qilishga tirishinglar. Guvohlik berilguchi boy bo'lsa, uningga bulishmasdan yoki peqir bo'lsa, uningga ich og'ritmasdan hamon odil guvoh bo'linglar. Allah ularga sizlardan yaqindir.
Ya'ni ularning manfaatining nimada bo'lganligini obdan biladi. Nafsi xohishinglarga agishib, haqiqatdan burilib ketmanglar. Agar tilinglarni to'lg'isanglar, ya'ni guvohlikdagi pokitni burmilasanglar yoki guvohlikdan bosh tortsanglar, bilinglarki, Alloh haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turg'uchidir. Ey mo'minlar, Allohga, Allohning payg'ambariga va Allah uningga nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga va ilgari Allah nozil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgari nozil qilingan samaviy kitoblarga iymon keltiringlar. Kimki Allahni, Allahning farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va oxirat kunini inkor qiladi ekan, u qattiq ozg'on bo'ladi. İman etqan, andın kafir bolğan, andın iman etqan, andın kafir bolğan, andın küfrda azvayligan, yani şu küfrü bilen ölgen kişilerini Allah məğfiret qılmaydı ve ularni toğru yolga, yani cennetke yeteklemeydi. Ey Muhammed, münafıqlarga bişaret bergin ki, ular qattiq azapqa duchar bo'ladi. Ular mo'minlarni qo'yib, kofirlarni vali qilib oladi. Ular kofirlarning qishida izzat va qudrat talab qilamdi. Ya'ni kuffarlarning do'stligidan izzat va g'alaba tilamdi. Izzat va qudratning hammasi Allohga xosdir. Allah kitapta, yani Kur'an'da sizlerge nazil kıldı ki, sizler Allah'ın ayetlerinin inkar kılınavatkan ve meskiri kılınavatkanlıkını anlagan çığınlarda, ular, yani Allah'ın ayetlerini meskiri kılıvatkan kapırlar, başka parangı kirişmegiçe ular bilen bille olturmanlar. Bolmasa günahda ularga okşaş bulup kalısılar. Allah haqiqatan munofiqlarning va kofirlarning hammasini oxiratda jahannamga to'playdi. Ular, ya'ni munofiqlar sizlarga hodisa kelishini kutadi. Agar sizlar Allohning nusratiga erishsanglar, ular biz sizlar bilan billa emasmidik. Kofirlardan olgan g'animatlardan bizga beringlar deydi. Agar kofirlar zafar topsa, ular kofirlarga biz sizlardan g'olib bo'lib turib, sizlarni o'ltirmadik emasmi? Sizlarni mo'minlardan saqlamadikmi deydi. Allah qiyomat kuni aranglarda haqqoniy hukm chiqaradi. Allah kofirlarga, mo'minlarga qarshi hargiz yo'l bermaydi. Şübhəsizki munofiqlar Allah'ını aldamoqchi bo'lishidi. Allah ularning aldamchiligiga yarasha jazo berdi. Ular namoz uchun turganda xo'shyoqmaslik bilan turdi. Savob umid qilmaydi. Namozni kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi. Ya'ni riyokorlik qiladi. Allohni faqat ozgina yod etadi. Munofiqlar kufri bilan iymon orasida orisaldi bo'lib turdi. Ne ularga, ne bularga mensub emas. Yani müminlerge mi, kafirlarga mi mensub emas. Kimni Allah gumrah qilgan ishkan, yani özlerinin xata yolga kirivatganlıkları, sebeplik Allah azgınlıqıda taşlıvetken bolsa, onunla hergiz mi doğru yol tapalmaysan. Ey müminler, müminlerini koyup kafirlarni veli qilib almanglar. Sizlarning ziyninglarga, ya'ni munofiq ekanliginglarga Allohning ro'shan pokiti bo'lishni xohlamsizlar. Munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostinqi qavitiga tashlandi. Ularga hargizmi azobdan qutqizadigan madadkor topolmaysan. Faqat munofiqlikdan tavba qilgan, amallarni tuzatgan, Allohning kitobiga chin yepishgan, dinni Alloh uchun xolis qilgan, ya'ni qilgan amaldan faqat
Allohning roziligini ko'zlagan kishilar buningdan mustasno. Ana shular mo'minlar bilan billa, ya'ni ularning qatoridadir. Allah mo'minlarga oxiratda jannatdan iborat buyuk ajr ato qiladi. Agar Allohning ne'matlariga shukr qilsanglar va iymon etsanglar, Allah sizlarga azob qilib nima qiladi? Allah shukr qilg'uchini mukofotлаг'uchidir, hammani bilguchidir. Zulümgə uçurğuchidan boshqa har qanday kishining oshkora yomon so'z qilishini Allah yoqtirmaydi. Zulümgə uçurğuchining zolimdan shikoyat qilishiga va uningga duoibat qilishiga bo'ladi. Allah zulümgə uçurğuchining duosini anglag'uchidir, zolimni bilguchidir. Sizlar oshkora yoki yoshirun bir yaxshilikni qilsanglar yoki bir yomonlikni kechirsanglar savob topsizlar. Shubhisizki Allah afu qilg'uchidir, qudratlidir. Shubhisizki Allohni va uning payg'ambarlarini inkor qilganlar Allah bilan uning payg'ambarlarining orasini Allohga ishonib payg'ambarlarga ishonmaymiz deyish bilan ajirtib etmoqchi bo'lganlar, payg'ambarlarning ba'zisiga ishonib ba'zisiga ishonmaymiz deguchilar, uning ya'ni iymon bilan kufrining orasida o'tiri yo'l tutmoqchi bo'lganlar. Ana shular iymonni da'vo qilgan taqdirdimi rostinli kofirlardir. Kofirlarga xo'rlig'uchi azob tayyorladik. Allahqa va uning payg'ambarlariga iymon etgan, ulardan hech birining orasini ajirtib etmagan, ya'ni hammasiga iymon etgan kishilarga Allah ularning tegishlik ajrlarini ato qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar sendan o'zlariga osmondan bir kitob tushirishni so'raydi. Ular Musadan buningdanmi cho'ngroqini so'rab, bizga Allohni op-oshkora ko'rsatgin degan edi. Shuning bilan ularning zulmi sabablik ularni chaqmoq so'qdi. Ya'ni osmondan bir o't kelib ularni halok qildi. Ular ro'shan mo'jizalar kelgandan keyin Mozayni ma'bud qilib oldi. Keyin biz ularni afu qildik. Biz Musaga uning rost payg'ambarligini isbotlaydigan mo'jizalardan ro'shan pokit ato qildik. Tavrat shariatini qabul qilmaganliklari sabablik ulardan ahdi olmoq uchun ustiga tur teg'ini tiklab qo'ydik. Ularga Baytul Muqaddas darvozasidan sajda qilgan holda kiringlar dedik hamda ularga shanbaning hurmatini saqlanglar. Ya'ni shanbada beliq tutish bilan haddinglardan oshmanglar dedik. Ulardan bu haqda mahkam va'da oldik. Ular ahdini buzganlıkları, Allah'ның oyatlarini inkar qilganlıkları, payg'ambarlarni nahaq o'ltirganliklari va Muhammad alayhissalomga dillarimiz perdilangan, ya'ni so'zingni tushunmaymiz deganliklari uchun ularga la'nat qildik. Balki Allah ularning kufri sababidan dillarini pechatlayapti. Şoňa ularning ozg'inisidan boshqasi iman etmaydi. Yana ularning kufri, ya'ni İsa alayhissalomni inkar qilganliklari uchun va Maryamga cho'ng bo'xton chaplaganliklari uchun ularga la'nat qildik. Yana Allohning rasuli İsa ibn Maryamni haqiqatan o'ltirdik deganliklari uchun ularga la'nat qildik. Vaholanki ularning İsa'ni o'ltirgunimi yo'q, darga osqinimi yo'q. Valikin ularga shubha silindi. İsa'ni osdiq deb gumon qilib, İsa alayhissalomga o'xshab qolgan boshqa birsini osdi. İsa to'g'risida ixtilof qilishganlar haqiqatan uning o'ltirilganligi masalasida shubhidadir.
Ular bu ishning haqiqatini bilmaydi. Gumong'ila asoslanadi. Ular İsa'ni hargiz o'ltirmadi. Balki Allah uni o'z tarafiga ko'tardi. Ya'ni İsa alayhissalomni Allah ularning sharridan qutuldirib, huzuriga ilib chiqib ketdi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudilar va Nasaralardan har qanday jon uzish oldida uningga, ya'ni İsa'ning haq payg'ambarligi va Allohning bandisi ekanligiga iymon etdi. İsa qiyomat kuni ular Yahudilarning İsa'ni darg'a osdiq degan davosining va Nasaralarning İsa Allohning o'g'li degan davosining yolg'onligiga guvoh bo'ladi. Yahudilarning qilgan haqsizliklari, ya'ni zulmi va qilgan gunohlari nurg'un kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni Allohning diniga kirishdan to'sqanliklari uchun ularga ilgari halol qilingan pokiz narsalarni harom qildik. Cheklangan jazonini olganliklari va kishilarning pul mollarini nohaq yeganliklari uchun ularning ichidan kofir bo'lganlarga qattiq azob hozirladik. Ularning ichidagi bilimi cho'nqur bo'lganlarga, sana nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga, sendan ilgari o'tgan payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga, iymon etadigan mo'minlarga, namoz o'tiguchilarga, zakot berguchilarga, Allohga va oxirat kuniga iymon etquchilarga jannatda mangu qilishdan iborat katta ajr ato qilamiz. Ey Muhammad, biz Nuhqa va uningdan keyingi payg'ambarlarga vahiy qilgandek, haqiqatan sana vahiy qildik hamda İbrahimga, İsmoilga, Issoqqa, Yaqubqa, Yaqubning avlodlariga, İsoga, Ayyubqa, Yunusqa, Harunga, Sulaymonga vahiy qildik. Davudga Zaburni ato qildik. Biz nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularning orasida ilgari ey Muhammad, sana bayon qilganlarimizmi bor, sana bayon qilmaganlarimizmi bor. Allah Musaga bevosita so'z qildi. Avatilgan payg'ambarlardan keyin Allohning oldida kishilar, ya'ni payg'ambar avatilgan bo'lsa, albatta iymon etdim va itoat qilatdim deguchilarga bahona bo'lib qolmasligi uchun itoat qilg'uvchilarga jannat bilan xush xabar berguchi, osiylik qilg'uvchilarni do'zaxdan ogohlantirg'uchi payg'ambarlarni avatdik. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Yahudilar va Nasaralar sening payg'ambarligingga guvohlik bermasa, gunohi o'ziga. Lekin Allah sana nozil qilgan Qur'on orqali payg'ambarligingga guvohlik berdi. Allah Qur'onni boshqalar bilmaydigan o'ziga xos ilmi bilan nozil qildi. Farishtalarmi Allah sana nozil qilgan Qur'onga va payg'ambarligingga guvohlik berdi. Boshqalar guvohlik bermagandimi, Allohning guvohligi yetarlikdir. Shubhisizki kofir bo'lganlar va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlar haqiqatan qattiq ozdi. Shubhisizki kofir bo'lganlar va zulm qilganlarni Allah mag'firat qilmaydi. To'g'ri yo'lg'imi, ya'ni jannatning yo'lig'imi boshlamaydi. Ularni faqat jahannamning yo'liga qo'yib etdi. Ular jahannamda mangu qoladi. Bu, ya'ni ularni jahannamda mangu qoldirish Allohga oson. Ey insonlar, payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom sizlarga Parvardigoringlardan haq din ilib keldi. Iymon etinglarki, bu sizlar uchun foydali. Agar inkor qilsanglar, ya'ni
kufrini davomlashtirsanglar, Allah sizlardan behojat. Chunki osmonlardagi va zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mahluqotidir, mulkidir. Allah bandalarning ahvolini bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey ahli kitob, ya'ni nasoralar jamoasi, dininglarda haddidan oshmanglar. Allohning sha'niga haq so'zdan boshqani aytmanglar. Ya'ni Allohga sheriki va bolasi bo'lishdan pok deb e'tiqod qilinglar. Masih Isa Maryamning o'g'li, faqat Allohning rasulidir. Sizlar gumon qilgandek Allohning o'g'li emasdir. Maryamga Allohning ilqi qilgan kalimasidir. Ya'ni otining vositasisiz Allohning vujudga kel degan so'zdan yaratilgandir. Allah tarafidan kelgan bir ruhdir. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon aytinglar. Allah İsa Maryamdan iborat 3dir demanglar. Xudo 3 deydigan e'tiqoddan qaytinglar. Bu sizlarga foydalidir. Allah faqat bir ilohdir. Balысы bo'lishdan pokdir. Osmonlardagi va zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, mahluqotidir. Allah yetarlik homidir. Masihmi Allohga yaqin farishtalarmi Allohga banda bo'lishdan hargiz bosh tortmaydi. Kimlarki Allohga bandichilik qilishdan bosh tortadigan va ko'ranglab ketadigan, bilsunki Allah ularning hammasini qiyomat kuni hisob ilish va jazolash uchun o'z dargohiga to'playdi. İman aytgan va yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, Allah ularning amallarining ajrini to'liq berdi. Ne'matini ularga oshirib berdi. Allohga qo'lchilik qilishdan bosh tortgan va ko'ranglab ketganlarga kelsak, Allah ularga qattiq azob qiladi. Ular özleri üçün Allah'tan başqa, Allah'ның azabidan qutuldirdigan hech qandaq do'st va hech qandaq madadkor topolmaydi. Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan shonliq mo'jizlar bilan kuchlantirilgan Muhammad alayhissalomdan iborat ochiq dalil keldi. Sizlarga ro'shan nurni, ya'ni Qur'onni nozil qildik. Allohga iymon etgan va uningga, ya'ni Qur'onga chin yepishganlarga kelsak, Allah ularni o'z rahmatiga va ne'matiga, ya'ni jannatiga daxil qiladi va ularni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ey Muhammad, senden ota-onasi, balası yo'q meyitning mirosi to'g'riliq fatvo so'rashidi. Aytqinki, Allah ota-onasi, balası yo'q kishi qoldirgan miros to'g'risida fatvo berdi. Agar bir kishi vafot bo'lsa, balası bo'lmasa, faqat bir hamshirsi bo'lsa, u tarakining yarmini oladi. Agar u ayolning balası bo'lmasa, har bir tuqqini uning varisi bo'ladi. Ya'ni mirosning hammasini oladi. Agar ikki hamshirsi bo'lsa, ular tarakining 3dan 2 hissasini oladi. Agar varislar ham er, ham ayol bir tuqqanlar bo'lsa, ularning ichidagi bir erga 2 ayolning hissasi berildi. Adashmasliqinglar uchun Allah sizlarga shariat ahkomlarini bayon qilib berdi. Allah hamma narsani bilguchidir.